Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana doktor Umarov. Qizil kommentariyalarda yozishyaptiki, qizil narsalarga allergiyam bor, buni qanday davolasak bo'ladi degan savol berishyapti-da. Endi qizil narsalarga agar insonni tanasida haligi sezuvchanlik oshib ketmasa, ya'ni allergik fonga kirib qolmasa, qizil emas, qip-qizil narsa yesa ham hech narsa bo'lmaydi. Bu qizil narsa masalasi bo'yicha nechta bemorlarimiz mana bo'layotgan turgan voqealardan gapirib beramiz. Bir bemor keldi Surxondaryodan, Denovdan. Endi nafas qisgan, qizil narsalarga shuni o'sha allergiyasi bo'lgan, qizil narsa esa shu pomidor, bodring, pomidor, tarvuz, yana nima bor qizil narsalar, shu tomat narsalar. Xullas, davolanishga borgan, bizdan oldingi davolanish nimalarida juda ham kuchli parhez buyurilgan. Buning ichida o'sha qizil narsalar ham bo'lgan. Deyarli 2 yildan beri o'sha qizil degan narsani shu ichkari iste'mol qilmaganda, birinchi kuni kelyapti-yu, kelishi bilan biz unga to'g'ri ovqatlanishni biz chizib, yozib tushuntiramiz. Tushuntirganimizdan keyin deyarli g'alati bo'lib qoldi. Hali bizni oddiy bitta gapimiz shokka tushib qolganda edi. Haligi hayron, yesam bo'laveradimi? Yesam bo'laveradimi? Mana shunaqa savollar bilan kelyapti. To'g'ri ovqatlanishni boshladi. Endi o'sha kundan boshlab ertangi kuni kelyapti-da haligi bemor. Doktor, pomidor yedim. Endi yoz fasli edi, menimcha o'sha pomidorlar pishgan payt edi. Pomidor yedim. Hech narsa qilmadi dedi. Hech narsa qilmaydi-da, hech narsa nima, pomidor nima, senga qizil narsa bo'lsa allergiya berib yuboradimi? Degan shunaqa bir suhbatimiz bo'lgan edi. Xullas, tanani bizning davolash uslubimiz birinchi eng asosiy tanani tabiiy ravishda tozalab, sezuvchanlikni me'yorga keltirish. O'shanda qizil narsa yesangiz ham, boshida aytdim, qip-qizil yesangiz ham hech narsa qilmaydi. Bu bor gap, turgan gap, hayotda shu sinovimizdan o'tib bo'la turgan narsa. Buning uchun siz astoydil belni 7 ta joyidan bog'lab davolanishga maqsad qo'yib kelish kerak. Analizlar aytamiz, o'rgatamiz, hammasi sizning qo'lingizdan keladigani, lekin 90% sizga bog'liq. Shundan qutulmoqchi bo'lsangiz, albatta murojaat qiling, biz yordamga tayyormiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.